Avtosport tezlik, mahorat va jasoratni talab qiluvchi sport turi bo'lib, bu sohani sevuvchi ishqibozlar safi yurtimizda yil sayin ortib boryapti. Toshkent viloyati mezbonligida o'tayotgan O'zbekiston ochiq chempionatida ana shunday mahorat egalari jam bo'ldi. Hozir shu haqda. Avtosport ishqibozlari O'zbekiston ochiq chempionatida ishtirok etayotgan turli jamoa vakillari Toshkent viloyatining Piskent tumanidagi Janubiy avtopoligonda jam bo'lishdi. Bu yerda respublikamizning turli hududlaridan tashrif buyurgan 50 ga yaqin sportchilar 3 ta toifada avtomobilni boshqarish mahoratini namoyish etishdi. Sportchilarimiz A sinfida 1600 cm3gacha, A9 sinfida 2000 cm3gacha va milliy sinfda esa 1600 cm3gacha bo'lgan sportchilarimiz va sport texnikalarimiz qatnashyapti. Keyingi tadbirimiz joriy yilning noyabr oyida o'tkaziladi. Mutlaq chempionimiz aniqlanib, ular vatanparvar tashkilotning qimmatbaho sovg'alari va maxsus faxriy yo'li va diplomlar bilan taqdirlanadilar. Hakamlar saralash bosqichlarida qayd etilgan natijalarga ko'ra poygachilarni start chizig'iga joylashtirib chiqishdi. 10 ta ekipaj start oldi. Milliy toifadagi avtomobillar poygasini birinchi qatordan boshlagan ishtirokchi yetakchilikni saqlab qola olmadi. Ikkinchi aylanada ta'qibchilar quvib o'tishdi. Rustam Muhammedov yakunda birinchi o'rinni egalladi. Ikkinchi raqamli avtomobilda qatnashgan Sirdaryo vakili Sanjar Boboqulov poygada ham ikkinchi o'rinni egalladi. O'zbekiston mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkiloti tomonidan o'tkazilayotgan O'zbekiston ochiq chempionatining ikkinchi bosqichi birinchi g'oliblari milliy toifadagi avtomobillarda aniqlandi. Ikkinchi g'oliblar esa A8 toifasidagi avtomobillar poygasida ma'lum bo'ladi. Anvar G'oripov, Abdulaziz Qurbonov, Piskent tumanidan Sport kanali uchun.